insonlarning jismoniy faoliyati bilan bog'liq fe'llar qanday fe'llar sanalar ekan? Harakat fe'llari sanaladi. İnsonlarning ichki kechinmalari, narsalarning bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi, bular holat fe'llari sanaladi. Ishlamoq qanday fe'l sanaladi? Nima uchun harakat fe'li? Ya'ni insonning jismoniy faoliyati bilan bog'liq. Keyingisi yig'lamoq yoki bo'lmasam sarg'aymoq. Qanday fe'l sanalar ekan? Bular ham holat fe'llar sanaladi. Bundan tashqari biz fe'l so'z turkumida sizlar bilan o'timli hamda o'timsiz fe'llar nima ekanligini bilib olishimiz kerak. O'timli fe'llar tushum kelishigidagi so'zlar bilan bog'lana oladigan fe'llar o'timli fe'llar. Bunday xususiyatga ega bo'lmagan fe'llar qanday fe'llar sanalar ekan? O'timsiz fe'llar. Keling, men sizga so'zlar aytaman. O'qimoq, kitobni o'qimoq. Shuning uchun nima? Bormoq,